bilan mana shu yana UZB Family YouTube kanali yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bugun o'sha aytganimdek Atletico Madrid qanaqasiga Real Madridni 5-2 yirik 5-2 hisobida mag'lub etgani haqida gaplashamiz. Atletico Madrid Real Madridga 5-2 hisobida yutqazishi quyidagi omillarga sabab bo'lgan. O'yin va gollar ketma-ketligi. Atletico boshida ochilish golini urdi. Robin Lenormand 14-daqiqada yarim himoyaning uzatmasi sabab bosh bilan gol urdi. Atletico Madrid 1-0 hisobida oldinda. Keyin Real Kylian Mbappe bilan hisobni tenglashtirdi kontur hujumdan. So'ngra Arda Güler tomonidan uzatilgan to'p bilan Real yana oldinga chiqdi. 2-1. Biroq birinchi bo'limning qo'shimcha daqiqalarida Alexander Sorlos bosh bilan hisobni tengladi. 2-2. Ikkinchi bo'lim boshida penalti berildi. Julian Alvarez uni amalga oshirib, Atleticoni 3-2 hisobida oldinga chiqardi. So'ngra Alvarez juda jozibali erkin zarba bilan yana gol urdi. Ya'ni yarim himoyada debman, shtrafnoy udardan kechirasizlar do'stlar. Xatolik uchun nihoyat Real yana to'pni olishga urindi. Lekin Antonio Griezmann tezkor kontr hujumdan yakunida gol urib, hisobni 5-2 ga olib bordi. Strategik va taktik omillarga o'tamiz. Atletico bosimni oshirdi va hujumchilar bilan samarali ishladi. Ayniqsa dead ball vaziyatlarida penalti va erkin zarba ulardan unumli foydalanildi. Real Madrid himoyasida ko'plab xatolar amalga oshdi. Yuqoridan kelgan to'plarni ushlashda muammolar, markaziy himoyada tom ma'noda zaifliklar bo'ldi. Atletico ikkinchi bo'limda motivatsiyani yo'qotmagan o'yinni nazorat qilgan. Real esa keyingi hujumlardan xavfsizlikni ko'zdan qochirdi va kontraning qurboni bo'ldi. Ya'ni kontr hujumning demoqdaman. Julian Alvarez individual mahorati muhim rol o'ynadi. Penalti va erkin zarba vaziyatlarini golga aylantira olishi Atleticoga katta ustunlik berdi. Keyingisi, agar bu o'yindagi xulosamizni chiqarsak, xatolar passes, ya'ni paslarni xato bergan. Mbappe o'zicha gol urmoqchi bo'ldi. Lekin mana shu eng katta xato, Real uchun eng katta xato bo'ldi do'stlar. Xo'p, statistikalarni zarba soni, xatolar, passes bo'lgani uchun Mbappe bir amallab gol urdida chiqib, Atletico shu sabablar, ya'ni o'sha oxirgi gapimizni yana qaytadan takrorlayman bolalar. Julian Alvarezning individual mahoratlari muhimroq ustunlik berdi Atletico Madridga. Penalti va erkin zarba vaziyatlarini golga aylantira olishi Atleticoga katta ustunlik bergan. Ya'ni o'sha penaltida gol urgan Julian Alvarez Atleticoga katta motivatsiya bilan oldinga chiqishni, yuqoriga ko'tarilishni maslahat bergan. 3-5-2 sxemada o'ynadi, hamma biladi buni. 3-5-2 da ko'proq qarshi hujum bo'ladi. Shuning uchun Julian Alvarez penalti va shtrafnoy udarlarni, ya'ni long shot udarlarni amalga oshirdi, gol qilib amalga oshirdi. Xo'p, bugungi do'stlar shu anodan iborat edi, shu ma'lumotlardan iborat edi. Keyingi o'yinda birozdan keyin ikkinchi video chiqadi. Sevilla va Barselona o'rtasidagi xatoliklar va boshqa yana bitta keyin 3-videoni ham chiqarishga harakat qilaman. Lekin sizlar bunga podishka berishlaring kerak. Like, obuna bosib qo'yamiz bolalar. Hammaga xayr.